Shuncha yiqqan boyligingiz bir tiyin qolib ketishini bilganingizdan keyin boylik ham yig'may qo'yasiz. 2023-yil yanvar voqealari haqida qanaqa ma'lumotga egasiz? Tur firmalarga ishonib, vaziyatda shu qaltis ijobiy hal qila olmagani uchun ko'pchilik juda mashaqqatga qolib ketgan. Qanday kirib qolgansiz bu chigal problema holatga? Chigal ishga kirib qolganimni meni ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. O'zbekistonda Toshkentda men tadbirkorman. Noyabr oyida umraga kelganman. Keldim. Allohim umra amallarimni qabul qilsin. Inshaalloh keldim. Keyin sog'inch juda qiynadi. $750 dan umra safari deb reklama chiqyapti. $750 ga juda ham arzon edi. Chunki men bir oy oldin $1100 dan kelgan. Siz o'shanda kelgansiz. Ha, $750 da ko'rdim, bordim. O'sha adashmasam, endi ko'pchilik biladi, o'sha firmaga bordim, iltimos qildim. Menga arzonroq qilib bering, nima desangiz xizmatingizni qilaman. Chunki sog'inch Makka Madinaga kelish orzuyim. Keyin tur firma juda ham yaxshi edi, odamlarni faol kutib oldi. Hojilar bilan birga ibodatimizni maza qilib yurdik. Aka, qarang, sizni ko'pchilik shu aldangan umrachilar, ziyoratchilar sizga munosabati salbiy. Hattoki o'zim ham siz salbiy munosabatda bo'lganman. Bu ham o'sha mashinik aldoqchilar bir tur deganman. Ha? Yoki odamlarning fikrini o'zgartira olmayman. Xolis Alloh uchun xizmat qilganman. Alloh biladi, harom hududda turib aytayapman. Men tur firma ishlamaganman. Faqatgina hojilarning xizmatini qilganman. Shu paytda birgina duoyim hisobidan haligacha Makka dan Madinadan keta olmayman. Xo'p, hoji aka, birgina duo dedingiz. Birinchi Ka'bani ko'rganingizda qana duo qilgan, shuni gapiring. Allohim meni shu yerda hojilarga xizmatchi qilgin deb duo qilganman. Chunki ketish xohlamaganman. Shu duoyim ijobat bo'lgan. Mana haligacha har kuni uyimga borganimda bitta tur firma iltimos qiladi, bizani odamlarimizga qarab olib keling deydi. Olib kelaman, ularning xizmatini qilaman. Birinchi Ka'bani ko'rib, tinmay ko'z yosh chiqqanda, men maza qilaman. Menga shu kerak. Bormaganga bir armon, borganga 1000 armon degan naql bor eskilardan. Shu bormaganlarga bitta motivatsiya kelish uchun bitta dalda bir turtga bitta gap gapiring. Kelishdan qo'rqish kerak emas. Umra safariga. Umra safariga kelishdan qo'rqish kerak emas. Sababi Alloh chaqirgandan keyin o'zi dilingizdan avval ruhingiz shotga talpinadi. Ruhingiz talpingani hisobiga Ka'bani ko'rganda ichingiz portlaydi. Bu degani siz sizmasligingizni mana shu ichingizdagi ruhingiz portlaganda bilasiz. Mana shu kelib Ka'bani ko'rib xo'nsirib yig'laganingizda Alloh shuncha hamma qilgan gunohlaringizni kechirganini his qilasiz. Bu yerdan ketgingiz kelmaydi. Eng sakina joy shotligini shu yoqqa kelib bilganlar biladi. Shuncha yiqqan boyligingiz bir tiyin qolib ketishini bilganingizdan keyin boylik ham yig'may qo'yasiz. 40 yoshimgacha yiqqanman, bu yog'iga umuman qiziq qolmadi. Dardi xayolim faqat ibodat, hojilarni rozi qilish bo'lib qoldi. Alloh rozi bo'lsin sizdan, hoji aka. Rahmat. Rizo bo'lsin. Bo'ladi.